Registon qumli maydon degan ma'noni bildirgan. Ilgari bu yerda botqoqlik bo'lgan va u keyinchalik mahalliy aholi tomonidan qum bilan ko'milgan. Somoniy hukmdor Nasr ibn Ahmad davrida bu yerda saroy quriladi. Qoraxoniylar davriga kelib esa bu yerda ham turli xil inshootlar, bozorlar, rastalar barpo etiladi. Qoraxoniylar davridan so'ng esa bu binolar haqida ma'lumotlar topa olmaymiz. Shayboniylar davriga kelib, yana bu yerda me'morchilik ishlari qayta jonlanadi va turli saroylar, madrasalar barpo etiladi. Registonning xaritasini Andreyevning Arki Buxoriy, ya'ni Buxoro Arki nomli asarda ham uchratishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda bu yerda 20-asr boshlarida ham zindondagi jinoyatchilarni jazolaydigan maydon sifatida foydalanishgan. 17-asrda Arkning chap tomonida Boyandaviy otaliq masjidi barpo etiladi. Shuningdek, bu yerda Registon bozori ham bo'lgan. Registon maydonidagi eng yirik inshoot esa Ark qal'asi hisoblanadi.